Ko'chada to'xtatib telefonimni so'rashsa berishim shartmi? Shaxsiy yozishmalarimni ko'rishga haqqi bormi? Iltimos tushuntiring debdilar. Albatta yo'q, sizning telefoningiz bu sizning shaxsiy mulk hisoblanadi. Konstitutsiyaning 31-moddasida har bir inson shaxsiy hayotining daxlsiz bo'lishi huquqiga ega deyilgan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'qituvchingizmi, xodimmi, direktoringizmi, dekanmi, farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar sizning telefoningizni olib tintishga, ichidagi yozishmalarni ko'rishga haqqi yo'q. Telefon orqali so'zlashuvlar va yozishmalar sir saqlanish kafolatlanadi Konstitutsiya tomonidan. Bu huquqni cheklash uchun faqat sudda qarori bo'lishi kerak. Ya'ni shunchaki ko'rib qo'yay, telefonni ochib ber degan gap qonunda yo'q. Agar siz jinoyat ustida ushlamagan bo'lsangiz, hech kim sizni shaxsiy hayotingizni aralashish yoki sizni telefoningizni kovlashga haqqi yo'q. Shunaqa holat bo'lsa nima qilish kerak? Xodimdan nimani talab qilish kerak yoki sizdan telefoningizni so'rayotgan odam nima deyish kerak? Qaysi jinoyat ustida men gumonlanyapman? 1. Ikkinchisi, sudda qarori bormi deb so'raysiz. Menga ko'rsatingiz. Ikkita holatdan ikkita savolingizga ham javob bera olmasa, sog' bo'lasiz deysiz, sme'la ketaverasiz. Telefoningizni berishga majbur emassiz. Agar tintuv rasmiy bo'lsa agar, kamida 2 nafar xolis ishtirokchini olib kelishini talab qilasiz va bayonnoma yozishini so'raysiz. O'rtoqlar, biz qonunni buzmaymiz, lekin huquqimizni paymol qilishlariga ham yo'l qo'ymaymiz. Yangi o'zbek bo'lish bu o'z haqqini bilish degani. Qo'rqmaymiz shu uchun sizlar bilan Yangi o'zbek.